Yeşil Çöp Deryası. Xaybov atritidagilar zerakchoqlarning qimmatli kitobini izlash uchun yana davomli sharq tarafga qarab ilgirlamoqda edi. Ular go'zal yeshil o't-cho'p daryosi bo'yiga keldi. Kodong, nimişki kalaymakan axlat taşlaysan. Ben kalaymakan axlat taşlamadım. Bu yemeklikni birlikte taşlap verdim şu. Bu deryada nurgun parqıra qısqış bakılar ba. Sen ulardan sana çaplı söyleyip avarcılık bir perişiden korkmamsan. Parqıra qısqış baka degen qanday qısqış baka? Parqıra qısqış baka bu deryanın tozluq işçisi. Onlar su tozluğunu sevmeydiğinlerini cezalaydı. Ha? O nime? O da parqıra qısqış baka şu. Ben bundaq buluşunu bilmeptim ben. Keçir qısqış baka efendi, o qəsdən qımmedi. Hayba, o nimi deydi o? Umma, o bizi bu deryanın tozlanlığa davet tutu. Bulması bizim onun da kırvet edikken. Bilak konservası. Ahı bilak konservası geldim. Ben demediğim bəxtli. Can. Şimdikəndə. O kaba tez oyğan deymen. Oyğan. O kalva şölgeni meni ona toqımğa yıqıp qoyubsan qo. Bana sırda. Bak sen. Başlayıp. Xaybov atritidagilar bu yerga kelayli deb qalsa tez amal tepib ularni tosqin. Başlık taptım ama taptım qaran. Bu qandaq narsa? Bu mening yaqinda kashf qilgan axlat chiqarish mashinam. U har xil axlatlarni ishlab chiqara oladi. Ondaqda biz uningdan foydalanib o'tirgan axlatga to'shqizib ekanmiz-da. Xaybov atritidagilar bu yerda menga axlat tashlab o'tsin. Qo'zig'im bek yechib ketdi. Agar bu daryoda sizni bulamog'day qasqamoqqa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ha, bekli soqoqken. Sen yeşilini bilirsen, ilgine, ilgine. Vay vay, işkala aynımay axlat yığınla. Kodong, nimişki bu botolkini tozlamedin. Qandaqsiga bundaq bo'lgandi. Bu yerda bunun şebeki nima qiladi o? Nimişki buncha bo'la ko'p axlat bo'lib ketgan-ku. Voy bu axlatlarni ko'rmagan edim-ku. Kim shuncha axloqsizlik bilan buncha ko'p axlatni to'kkandi? Sana axlat to'kkan-ku. İş qilib bu axlatlarni barcha berib bitishimiz kerak. Hammamiz birlikda qilaylik. Ha ha.
Bu nima? Ha? Hocam niman çıkıyor ko'nglim ilishib ketyapti. Bu zodi nemishdi? Buningda cho'qim bir sabab bor. Yuringlar berib ko'rib boqayli. Buncha ko'p axlatni terib bo'lamay hayvon atirdidilar. Hozir ketgandi. Bak, ostiga. Nima ostiga? Men bundan axlat chiqarish surati ostiga davotaman. Texmi tez chiqirdiganga amal bormi? Mayda tez surati tushyotdi boshliq. Agar uni texmi tez surati chiqadigan qilsam, beriq konservaz beramsiz. Axlat chiqirib berasan. Hayvon atirdik yirik ochib o'xshaydi ekansan. Nima degan sovuq? Qaranglar, cho'cha bilan yo'g'on yig'izgan. Bekle ostiga. Bana suratini düzeltsen. Ben hayvan sırgıdan mengi tasap alamadaki axlat taşlayman. Tez olmasın. Beyler, ben bu dünyadaki en biçare yoğan yığız kuşkenmen. Başlayayım. Sıra neymi qilmoqchi? Mening oldimga kirib ishimni buzmoqchi ma? İşini buzayotgan senlar. Biz senlarning buzg'unchilik qilishmasligiga yetkazmaymiz. Shundoq, to'g'ri deydi. Faqira qisqichbaqimiz sizlarni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Senlar yeshil cho'p daryosining muhitini bulg'umoqchimi? Bunga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Meni yuz xatir qilmadi deyishmanglar. Bali o'zgar. Saharlik sen biroq yaxshi qilding. Endi tepib zarba berish martingni ishlat. Ko'pchilik ehtiyot qilinglar. Ben onun suretini o nasıl tizlettim. Yaraysan yo'g'on egiz. Endi ular qandoq qiladi ekan? Hayvon keldi! Hayvon keldi! Kenedi shuncha ko'p axlat tursa, albatta sekiq bo'ladi-da. Senlar mendan kelishgan kelib kirayotgan mashinadan muomala qilishib ketdingmi? Senlarni jazolayman. Siz qisqichbaqa. Tazla. Faqira qisqichbaqi ekan. Siz qisqichbaqa. Meni qisqichib ketdingmi? Men seni hayvon atirdiqlar bilan birga jazolayman. Meni chiqirvat. Yo'g'on egiz, bunaqa seni kasobding. Meni chiqirvat.
kechirgin. Men xato qilganimni bildim. Daryo suvi bulg'unib kelsa, bek qo'rqinchli bo'ladi ekan. Paqira qisqichbaqa uni kechirib etkin. Men buningdan keyin qisqichbaqa yemasam-ku kechirib etarsan. Sen yiyishini bilasan bu zodi. Siz Paqira qisqichbaqa ko'pchilikning daryoni tozalab berganiga rahmat da'votidu. Buningdan keyin hargiz aqlab tashlamayman. Yo'q, yo'q. Buningdan keyin qalayvaqar aqlab tashlamayman demoqchi.